Menga baqirgan paytingiz haqiqatdan juda qo'rqaman. Men sizni xafa qilmoqchi, jahlingizni chiqarmoqchi emasdim, lekin shunday tuyuladi. Baland baqirgan ovozingiz yuragimni juda tez urishiga va qornim og'rishiga sabab bo'ladi. Shu qadar xafa bo'lamanki, nima demoqchiligingizni his qila olmayman. Menga baqirishingiz meni juda kichik va yolg'iz his ettiradi. Men xato qildim, yaxshi, tushundim. Ammo baqirishingiz bu xatoyimni tuzatishimga yordam bermaydi. Men bilan xotirjamlik bilan gaplashing. Shu tarzda o'zimni tushunilgan va ishonchli his qilaman. Qo'rqqan vaqtlarimda xato qilgan bo'lsam ham menga yordam berganingiz uchun sizga tashakkur aytaman. Omading kelsa chopib, rizqing chala termagin, 5-6 so'm pul topib, otangga dars bermagin. Sen surgan shu davrni, u bir paytlari surgan, sen ko'rgan shu xo'rozni, go'jaligida